Kundan kunga avtotransport vositalarining keskin ortib borayotganligi va harakatlanishning serqatnovligi har bir insondan yo'llarda hushyorroq bo'lib, yo'l qoidalariga amal qilishni talab etadi. Uchardagi va sabrsizligi tufayli yo'l transport hodisalarini sodir etayotganlar o'zi bilan birgalikda beayb kishilarni ham kulfatiga sherik qilayotgani achinarli hol albatta. Joriy yilning 4-yanvar kuni Urganch tumani Oyoqbog' mahallasi hududida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi keng jamoatchilik vakillari, mahalla yetkiligi hamda tuman ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari ishtirokida tanqidiy muhokama qilindi. Yig'ilishda dastlab ro'y bergan yo'l transport hodisasining kelib chiqish sabablari bo'yicha batafsil ma'lumot berilib, harakat ishtirokchilari ogohlikka chaqirildi. Xususan, bugungi kunda yo'llarda ayrim haydovchilarning yo'l harakati qoidalariga amal qilmasligi oqibatida turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalari kuzatilayotganligi, bunga esa asosan haydovchining tezlikni me'yordan oshirishi hamda qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlanishlari, yo'l belgilari va svetofor ishoralariga amal qilmasliklari, shu bilan birgalikda spirtli ichimlik iste'mol qilib transport boshqarish kabi holatlar sabab bo'layotganligi ta'kidlab o'tildi. Yuqoridagilar bilan bir qatorda ota-onalarning voyaga yetmagan va haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan farzandlarga avtomobil boshqarishlariga ruxsat berayotganliklari kattagina ko'ngilsizliklarni keltirib chiqarayotganligi ta'kidlanib, bu borada yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan doimiy ravishda ommaviy axborot vositalarida, mahallalarda ota-onalar ishtirokida o'tkazib kelinayotgan targ'ibot tashviqot ishlari hamda muhokama yig'ilishlari davomida doimiy ravishda bot tushuntirishlar berilishiga qaramasdan, ayrim ota-onalarning ushbu masalaga qilayotgan befarqligi va o'zlariga kerakli xulosani chiqarib olmayotganliklari natijasida viloyatimiz avtomobil yo'llarida yo'l transport hodisalarining salmog'ini oshishiga sababchi bo'layotganligi ma'lumot o'rnida yetkazildi va ota-onalar, mahalla faollari yana bir bor ogohlikka chaqirildi. O'z o'rnida yig'ilish ishtirokchilaridan ham tuman hududidagi yo'l infratuzilmasi bilan bog'liq muammolar va takliflar tinglanildi hamda mutasaddilar tomonidan ushbu murojaatlar joyiga chiqib o'rganilishiga kelishib olindi. Yig'ilish so'ngida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining axborot guruhi tomonidan tayyorlangan maxsus videoroliklar namoyish etilib, yo'llarda harakatlanish vaqtida belgilangan talablarga amal qilmaslikning mudhish oqibatlari to'g'risida tushuntirildi.